Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtashlar ve en isil mədhiyyələr aləmlərin yaratqucusu ve yegane Rabbi bo'lgan Allah Taalaga xosdur. Allah Taalani chin qalbimdan mədhiyyələyman, onun ve hamd sano etaman ve shukr qilaman. Haqdinni bizlarga yetkizgan suyumli payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salam yollayman. Onun ail tavbatlarına, sahabelerine ve ta kıyametkice onun yolunda mağdağın Müslüman kıyırındaşlarına bəxt saadet dileymen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik okurmenlerimiz, emdi huzurunlağa bəxt saadetinin 40 retsipı namlı kitabımızını okuşunu davamlaştırınız. 22. retsip, her bir kalbini öz aşkıcı bilen için. Psixologiya mutaxassislari har bir qalbni ochadigan maxsus ochqish borligini, bir qalbni ochgan ochqish bilan yana bir qalbni ochqili bo'lmaydiganligini ta'kidlaydi. Alloma Muhammad Arifi hayotingizni hozir eling nomli asarida mundaq deb yozadi. İnsanlarning yaratilishdagi o'rtaq tabiatining taqozosi bo'yicha durustlik, haqqoniylik, yaxshi muomala, adolat, tabassum qatorliqlarga o'xshagan esil ishlarni yaxshi ko'rishda va haqsizlik, adolatsizlik, ko'ranmaslik, dushmanlik qatorliqlarga o'xshagan yomon ishlarni yomon ko'rishda hamma birdek ittifoq bo'lgani bilan nurg'un ishlarda birdek emas. Ba'zisi xushallangan ishdan, ba'zisi nafratlanadi. Masalan, ba'zi odamlar uyiga mehmon kelsa xush bo'lsa, ba'zisi yoqtirmaganga, ba'zisi ko'p so'zlashni yaxshi ko'rsa, ba'zisi oz so'zlashni yoqtirganga o'xshash. Ammo shu aniqki, har kim o'z xarakteriga moslashganni yoqtiradi. Undaqda biz nima uchun kishilarga muomala qilishda ularning xarakterini hisobga olmaymiz? Har kimga xarakteriga munosib shaklda muomala qilish shunchalik qiyinmi? Alloma Muhammad Arifi mazkur asrida yana mundaq deb yozadi. Har bir odamning qalbini ochadigan bir oshqush bor. Uning muhabbatini va yaqinligini qozonish, uning qalbidan o'rin olish uchun cho'qim uning qalbini ochadigan oshqushni tepishimiz va uning qalbiga shu oshqush bilan kirishimiz shart. Chunki avtomobilning oshqushi bilan uyning eshigini ochqili bo'lmagandek, Ahmadning qalbini Samatning oshqushi bilan ochqili bo'lmaydi. Masalan, ko'p parang qilishni yoqtiradigan birsining yeniga kelib, uning hamma gapiga boshlang'ich bilanla javob berib, lam jim demay o'ltirgan odam uning nafratini qo'zg'ab qo'ygandek, oz so'zlaydigan odamning yeniga kelib, jim turmasdan vatildaydigan odammi uni zeriktirib qo'ydi. Bunda qilib qandaqmi kishilarning qalbiga kirgili bo'lsin, biz mahoratimizni nima uchun kishilarning qalbini ochadigan oshqushlarga aylandira olmaymiz? Jo'ringizning, ota-onangizning, do'stlaringizning, xizmatdoshlaringizning va mudiringizning qalbini ochadigan oshqushni izlang. Siz uni topgan vaqtingizda nurg'un ishlaringiz siz xohlagan shaklda yurishib ketadi. Payg'ambar alayhissalomning zamonida sahrolik bir odam masjidga kirib tahorat qiladi. Uni ko'rgan sahobalar kutilmagan bu ahvolni ko'rib g'azablanadi va u odamning yeniga yuguradi. Ammo payg'ambar alayhissalom ularga to'xtanglar, u odamni aldiratmanglar, tahoratini qilib olsin deb ularni taskin qiladi. Ondan payg'ambar alayhissalom heliq odamning yeniga kelib uningga bu masjidlar tahorat qilish uchun emas, balki namoz o'qish va Qur'on o'qish uchun silingan deb chiroyli nasihat qiladi. Heliq odam gap qilmayla masjiddan chiqib ketadi. Namazning vaqti kirganda bu odam masjidga kirib, payg'ambar alayhissalomning orqasida turib jamoat bilan namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhissalom rukudan turib, Sami'allohu liman hamida deganda, jamoat hamma birlikda Robbana lakal hamd deydi. Faqat heliqi odam yuqori ovozda, ey Alloh, menga va Muhammadga rahim qilgin. Biz ikkimizdan boshqa hech kimga rahim qilmagin deb duo qiladi. Namoz tugagandan keyin payg'ambar alayhissalom jamoatga yuzlanib, heliqi duoni kimning qilganligini so'raydi. Heliqi odam men qildim deb jamoatning oldiga chiqadi. Ondan payg'ambar alayhissalom uningga Allohning keng rahmatini tor qilib olding deydi. Demak, payg'ambar alayhissalom masjidga tarat qilgan heliqi sahrolik odamning qalbini chiroyli nasihati va cheksiz mehribonligi bilan ochgan va u odamning cheksiz so'ygisiga sazovor bo'lgan. İnsanlar madallarga o'xshaydi. Jimi inson, insoniy hurmatda va jimi mavjudotning avzili ekanligida o'xshash bo'lsa-mu, ularning xarakteri, axloqi va nurg'un taraflari o'xshash emas. Xuddi madallarning orasida olmos bilan oltinga o'xshash qimmatli madallar va ko'mir bilan to'mirga o'xshash azon madallarmi bo'lganidek, insonlarning orasidami olmos bilan oltinga tegishli bo'lmaydigan oliyjanob insonlarmi va hayotlikda hech foydasi yo'q.
hatto yer yuziga ig'irligidan boshqa foydasi yo'q insonlarmi bor. Alloma Muhammad Arifi hayotingizdan hozir eling nomli asrida mundoq deb yozadi. İnsanlarni tafakkur ko'zingiz bilan analiz qilib ko'rsangiz, ularning xuddi yerning ostidan chiqadigan madanlarga o'xshash biradin madan ekanligini bayqaysiz. İnsanlarning ichida madanlarda bo'lganidek yumshoqlari va qattiqlari bor. Ziroatchilikka yaramli munbat yedek foydali va sexiylarmi bo'lganidek, suni qabul qilmaydigan va hech narsa undagili bo'lmaydigan qattiq yerga o'xshash foydasiz, bexil insonlarmi bor. Bir hadisda mundoq kelgan. Allah Ademni ziminning hamma yeridan elingan bir uçum tuproqdan yaratgan bo'lib, odam bolalarimi xuddi yerga o'xshash bo'lib chiqqan. Chunki ularning ichida qizil talliklarmi bor, oq talliklarmi bor, qora talliklarmi bor. Bularning o'ttirsidagi talliklarmi bor. Ularning orasida yaxshisimi, yomonimi bor. Qattiq tabiatlikimi, yumshoq tabiatlikimi bor. Shunga insonlar bilan muomala qilganda bu o'zgachiliklarga cho'qim ahamiyat berish kerak. Muamele san'atini o'rganib oling. Alloma Muhammad Arifi mazkur asrida yana mundaq deb yozadi. Siz insonlar bilan muomala qilganda, ularning xarakterini va o'zgachiligini hisobga olgan holda muomala qilishingiz kerak. Tabiiyki, siz teligoq va qattiq yerning ustida mang'iningizda, telib yiqilib ketishingizdan qo'rqib ehtiyot bilan mang'isiz. Ammo siz yumshoq yerning ustida mang'iningizda rohat va xotirjam mang'alaysiz. İnsanlar bilan muomala qilishmi mushuningga o'xshashdir. Aslida insonlar bilan muomala qilishish cho'ng bir san'atdir. İnsanlarning o'ttirsidagi bu xarakter farqi kichik farqlardan emas. Hatto birovning xarakteri yana biriga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, bir masala ustida ikki odamga maslahat solsangiz, ularning sizga bergan maslahati ko'p hollarda bir xil bo'lmaydi. Chunki ularning har birining mazkur masalaga qarata to'nishi va hal qilish chorasi o'zgacha bo'ladi. Kishilarning qalbiga kirishining yo'llari. Birinchi, ularning ishonchiga erishing. Chunki ular sizga ishonch qilgandilar, ondan sizga qalbini ochadi, ko'nglidan o'rin beradi. Ikkinchi, ularni hurmatlang va ularning ortiqchiliklarini, axloq fazilatini maqtang. Uchinchi, ularga ko'yining va ularga ko'yinayotganligingizni ularga his qildiring. To'rtinchi, ularning xatoliklarga va yetersizliklarga ko'zingizni tikib olmang. Beshinchi, ularning shaxsiy ishlariga aralashib olmang. Oltinchi, ularga takabburlik qilmang va ularni masxara qilmang. Yettinchi, ularga pat-pat hadiya va so'g' salomlarni taqdim qiling. Payg'ambar alayhissalom bir-biringlarga hadiya berishinglar, shunda qilsanglar muhabbatinglar oshadi deb ko'rsatgan. 23-retsept. Va'da qilsangiz cho'qim vafo qiling. İnsan kelishim tuzsa, kelishimga rioya qilishi. Biror ishga va'da qilgan bo'lsa, uningga vafo qilishi lozim. Va'daga vafo qilish insoniy go'zal axloq bo'lsa, va'dasiga xiloflik qilish bakmi qattiq razillikdir. Shuning uchun Qur'oni Karimda saxtalikdan ogohlantirib, vafodorlikka undaydigan oyatlarning ko'p bo'lganligi ajablanarli emas. Alloh taolo Isro surasida va awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yani va'daga vafo qilinglar, shaksizki va'daning so'riqi bor degan. Odamning gapida turishi, kishilarning orasida ishonchlik, gapidan yenib olmaydi, to'polongdan to'qash o'g'irlamaydi deb to'nilishi uningdagi go'zal axloqning ifodasidir. Va'daga vafo qilishni amalga oshirish uchun odamda ikki xil alohidlik bo'lishi kerak. Uning biri asli tutib olish qobiliyatining yuqori bo'lishi, yana biri va'daga vafo qilish irodasining mustahkam bo'lishidir. Sagak mingi bilan mahkam iroda va'daga vafo qilishning omilidir. Marhum ustoz Muhammad G'azali Musulmonning axloqi nomli asarida mundaq deb yozgan. Asli tutish qobiliyatining tövalligi bilan irodaning susligi va'daga vafo qilish yo'lidagi ikki cho'ng to'salg'idir. Insonning orzu-umidlari har xil, qiladigan ishlari ko'p bo'lganligi uchun ba'zi ishlar insonning esidan ko'tarilib ketadi. Shuning uchun sagak mingining bo'lishi va'daga vafo qilish uchun to'liq zarur. Chunki va'dasini unutib qolgan odam va'dasiga qandoqmi amal qila olsin? İnson bergan va'dasini esiga olgandan keyin va'dasiga vafo qilish irodasiga kelishi, qanchalik badal to'lashga to'g'ri kelsimi, bu ishni amalga oshirish yo'lida kuch sarf qilishi kerak. Kishilar va'dasiga vafo qilish yo'lida o'xshamagan taqdir qismatlarni beshidan kechirishi va to'lanadigan badal og'ir bo'lishi mumkin. O'zida sagak mingi bilan mustahkam irodani mujassam qilgan odam cho'qim va'dasiga vafo qiladi.
Hürmetlik o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsligimizni mashada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.